diqqat qilamiz. Bugun sizlarga bomba retsept aytaman. Bu guruch haqida bo'ladi. Hech kim hech qayerda menimcha aytmagan bo'lsa kerak. Guruchni bakterioz, ya'ni ichimiz ketib yuradigan insonlarimiz uchun juda ham foydali jihatlarini bilarmiz. Bilasiz, chunki buni ko'pincha qaynatib iste'mol qilishadi. Yo'q, biz bugun unaqa qilmaymiz. Biz bugun buni qaynatmagan holatda buni yaxshilab 4 marotaba yuvib tashlaymiz. Yaxshilab yuvib, qaynoq suvda yuvamiz. Esingizda bo'lsa, qaynoq suvda yuvamiz. Qaynoq suvda yuvib olamizda, to'kib tashlaymiz. To'kib tashlaymiz. Men bir marta yuvdim. 3-4 marta qaynagan suvda yuvamizda, ozgina tabga ko'ra tuz solamiz. Keyin buni 20-30 daqiqa damlab qo'yamizda, damlab qo'yganimizdan keyin u mel singari kalsiyga bo'yib, demak, sizni ichki organizmingizdagi butun zaharlarni shimib olish xususiyatiga ega bo'lib qoladi. Ichaklardagi har xil disbakterioz chiqindilar zaharlarni tortib olib, sizdagi o'sha holatni yaxshilaydi. Ko'pincha kuzatamizki, bir xillarda ichim qotib qoladi yoki ketib qoladi deydigan insonlarimiz buni eslaringizda tuting va buni saqlab qo'ying.